Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Va nihoyat storiesga chiqishga vaqt topdim. So'nggi paytlarda nimaga umuman Instagramga ko'rinmayapsiz, nimaga stories qo'ymayapsiz deb ko'pchilik so'radi. So'nggi paytlarda juda ham vaqtim bo'lmayapti, chunki xabaringiz bor, travmadan keyin, uzoq vaqt tanaffusdan keyin mashg'ulotlarni endi boshlayapman. Shu sabab tiklanish jarayoni, mashg'ulotlarga uzoq tanaffusdan keyin kirish jarayoni juda ham qiyin kechmoqda. Shu sababdan bo'lsa kerak, umuman storieslarga chiqishga vaqt topolmayapman. Lekin so'nggi paytlarda, shu oxirgi kunlarda juda ham ko'p savol keldi. Shunga javob berib o'tmoqchiman. Asnovnom o'sha rossiyalik muxlislar tomonidan Krasnoyarsk shahrida hozir Ivan Yarigin Kubogi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu musobaqada nega ishtirok etmayapsiz, ishtirok etasizmi degan savol. Ushbu musobaqada afsuski ishtirok eta olmayman. Ushbu musobaqada afsuski ishtirok etmayapman, chunki hozir tiklanish jarayonidaman. Mana endi polnotsенный trenirovkalarni boshladim. Xudo xohlasa, fevral oyidan zbor musobaqalarini boshlayman. Fevral, mart oyida va aprel oylarida juda ham qiziqarli bo'lgan yangiliklar sizlarni kutmoqda va musobaqalar. Xudo xohlasa, mana shu 1-2 kunda ham juda ham muhim bo'lgan yangilikni aytib o'taman. Hozirda переговорlar ketmoqda. Nimani nazarda tutganimni aynan erkin kurash muxlislari juda ham yaxshi tushundi deb o'ylayman. 1-2 kun ichida Xudo xohlasa yana bitta yangilikni e'lon qilaman. Hozirda men mana shu travmadan keyin tiklanish jarayoni mashg'ulotlarni polnotsенный mashg'ulotlarda qaytish jarayonidaman. Hozir ham trenirovkalarni tugatib, endi sizlarga stories olaman. Va yana bitta narsani aytmoqchiman. Nimagadir shuni aytgim keldi sizlarga. Kecha meni oyijonimni tug'ilgan kunlari bo'ldi. Meni mana shu darajaga olib kelgan, menga tarbiya bergan oyijonim bilan tug'ilgan kuni bo'ldi. Va men har doimgidek tug'ilgan kunlariga bora olmadim. Shu 3-yo 4-yil podryad oyijonimning yonida bo'la olmayman, tug'ilgan kunlariga bora olmayman. Va holanki bitta qizlariman. Bu yil ham har yil musobaqa zborlarda bo'lardim. To'g'ri, men hozir bu yil musobaqada emasman. Lekin oldimda musobaqalarim borligi sababli bu kun bo'lmasa ham keyingi oydan o'sha meni juda ham qiyin bo'lgan musobaqalar kutib turgani sabab bir kun ham trenirovkani qoldirishga haqqim yo'qligi sababli bora olmadim. Aytmoqchimanki, что sportchilarga oson emas. Mana shunaqa bayramlarda, tug'ilgan kunlarda, yaxshi kunlarimizda oilamizning yonida bo'la olmaymiz. Har doim mashg'ulotlarda, musobaqalarda bo'lamiz, majburmiz. To'g'ri, bizni hech kim ushlab turmaydi, lekin bizni oldimizdagi musobaqalar, oldimizga qo'ygan maqsadimiz, bu bo'ynimizdagi mas'uliyat bizni har doim ushlab turadi. Nafaqat tug'ilgan kun yaxshi kun, balki 10 kun oldin meni eng yaxshi ko'rgan buvamlar olamdan o'tib qoldi. Men mana shu buvam janozasiga ham hattoki men ulgurmadim. Bu narsa juda ham qiyin, juda ham og'ir har bir inson uchun. O'sha uchun sportchilar masalan ko'rishadi, mashina minib yaxshi oliy yoki mana shunaqa mukofotlar olib yurishlarini, lekin bu mukofotlarni orqasida biz mana shunaqa жертвовать qilamiz. Ya'ni yaqinlarimizni yonlarida bo'la olmaymiz, har xil yaxshi yomon kunlarida bo'la olmaymiz, har doim musofirda, uzoqda. Men o'zim xorazmlikman, lekin bizni bazamiz Toshkentda joylashganligi sababli mana shunaqa qiyinchiliklarga duch kelamiz. Shu sababdan sportchilarga oson emas. Sportchilarga berilayotgan har bitta mukofot, har bitta o'sha rag'batlantirish bekordan emas. Aytmoqchimanki, nimadandir voz kechmagunimizcha bir narsaga erisha olmaymiz. Biz ham mana shunaqa oilamiz davrasida o'tirishlardan, tug'ilgan kunlarda, to'ylarda ishtirok etishlardan,
Hattoki mana shunaqa yaqinlarimizni janozasiga biz ulgurmay qolamizda. Shu narsalardan o'tib, mana shu narsalarga rozi bo'lib, mana shu qiyinchiliklardan o'tsakkina biz nimadirga erishamiz. Lekin bu erishgan narsalarimiz orqasidan turgan qiyinchiliklarni hech kim ko'rmaydi. Shu uchun shu barcha sportchilar nomidan men aytyapman, sportchilarga juda ham qiyin har tomonlama. Bizni mas'uliyatimiz o'zimizni bo'ynimizda. Ya'ni biz ham o'sha to'ylarga, tug'ilgan kunlarga borib, bemalol dam olib yursak bo'ladi, lekin mana shu narsadan voz kechishimiz kerak, biz nimadirga erishishimiz